Bugun qabulimga 3 oylik bolajonni olib kirishdi. Eshidan kirishi bilan e'tiborimni o'ziga tortdi. Nima bilan tortdi? Bolajonni ko'zlari bir nuqtaga qaramayapti. Xuddi uzoqqa bir qarayotgandek bolaga. Teri ranglari rangpar, sariq rangda, terilari quruq. Bolajon yaxshi vazn yig'magan. Men uni tekshirishni boshlaganimda bolajon yaxshi eshitmayapti, yaxshi ko'rmayapti. Oyoqlariga qo'yganimda oyoqlari buklanib ketyapti, oyoqlarida mustahkam turmayapti. Qo'llarining ham tonusi juda ham pasaygan. Keyin surishtirishni boshladim. Bu bolajon genetik kasalmikin, xromosom kasalmikin yoki tug'ruq og'ir kechdimikin yoki homiladorlik og'ir o'tdimikin? Men bularni hammasini surishtirganimda shu narsa ma'lum bo'ldiki, bolajon 3-kundan boshlab, tug'ilgandan keyin 3-kundan boshlab sarg'ayishni boshlagan va u shu paytgacha sariq. Bolajonni sarg'ayishini buvijon doktorga olib borib ko'rsatishga ruxsat bermaganlar va bolajon juda ham kuchli ravishda sariqlikni boshidan o'tkazgan. Men shunaqa xulosaga keldimki, bolajonni boshidan o'tkazgan chaqaloqlik sariqligi bu bolajonni rivojlanishdan orqada qolishgacha olib kelgan. Bu kelajakda DTP bo'lishi yoki nogiron bo'lishi hech gap emas.